Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyev janob oliylarining bugungi tarixiy konferensiyani go'zal Baku shahrida yuksak darajada tashkil etgani bilan samimiy tabriklayman. Iqlim muammolari aholimizning turmush sifatini oshirish va milliy taraqqiyot strategiyalarini ro'yobga chiqarishda yangi to'siqqa aylanmoqda. O'zbekiston global iqlim o'zgarishlari oqibatlarini birgalikda bartaraf etishda o'zining amaliy hissasini kengaytirish niyatida. O'zbekiston umumiy farovonlik va yashil taraqqiyot yo'lida ochiq muloqot va sheriklikka doim tayyor ekanini yana bir bor ta'kidlayman.